يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik dost birodarlar, Müslüman qarindoshlar, bu qatimki programımızga yine hoş kelibsizlar. Bizniki bu qatimki programımız azan ustida to'xtalamiz. Ya'ni azanni qandaq o'qilishi va azanni qandaq odam o'qiydi, qandaq vaqt o'qiydi, qandaq bir shaklda o'qiydi. O azanniki kelimesi qancha, ya'ni qancha kelime evvelen azan o'qiydi. Mushning ustida biz to'xtalamiz. Endi azan degan gap, hammamizga ma'lum, yani azan yani i'lam, arabcha gap bu. Azzana yuazzinu ta'zin ve azan deydi, yani bildirganlik. Yani bir narsaniki qandaq ekanligini bildirganlikning o'zi mana arabcha tilda mana azan ham izan deb ataladi. Endi bu shar'iy ma'nosidagi biz hozir to'xtalmoqchi bo'lgan bu azanniki shar'iy ma'nosiga hozir biz tushunib, yani o'qib ketayotgan azan, yani maxsus bir labzi va mana bu shar'iy tarafdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki hadisi tarafdan muayyanlashtirilgan ma'lum bir vaqtda o'qiladigan azanni, shakl kayfiyatni biz uni azan deymiz. Ana olgandan keyin bu azan hamda asli bildirish bo'lgandan keyin namozniki qachon kirganlik, nima qilganlik, mushuni ustida bildirdi hamda. Yana bir tarafdan azan islom dininiki shuari. Yani bunday chiqib ketgan vaqt o'zida, yani bir mahallada, bir rayonda mushlaq azan o'qilib, jaranglik azan o'qilgan bo'lsa, mana bir islom shuariniki shu yerda qad ko'targanligini bildirdi. Nima uchun deymiz esa, mana payg'ambar alayhissalatu vassalamniki davrida payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zi bir yerga qo'shin boshlab etmagan vaqt o'zida bir mahallaga shundoq bir fatih qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, shu mahallaga kechasi mesela kirmoqchi bo'lgan bo'lsa, tong otqanga qadar saqlab turibdi. Tong otgan vaqt o'zida azonniki ovozi anglagan bo'lsa, musulmon bir rayonkan, musulmonlarniki bir yashaydigan yer ekan deb u yerga kirmaydi, yani mudoxil qilmaydi. Ammo azan anglamagan bo'lsa, agar shu yerga kirish plan bilan kelgan bo'lsa, shu yerga besib kirib, anadan keyin u yerdagi islom diniga qarshi turgan, da'vatga qarshi turgan mushta kofirlar bilan ularni asir elish va ularni islom davlatiga qo'shish mush ishni ep parti. Mana bunaga asosan, yani azonniki mana rasmiy bir islom dinidagi shuari ekanligi. Masalan, islom dinidagi shuari masjid, Qur'oni Karim, payg'ambar, namoz, dini alim, mujohid ayollarniki mushundaq, yani kiyim-kechak kiyish orqali yuzniki o'rat joylarini yepish, mana bu islom dininiki shuari bo'ladi. Shuningdek, Ka'ba, haram, musha haj, Ramazon, roza, zakat, namoz deganlarning hammasi mana islom dininiki shuari bo'ladi. Shu shuarniki qatorida mana azammu islom dininiki bir shuar. Endi biz endi bu azanniki ustidan fazilati ustida to'xtalamiz. Azanniki qanday bir o'qgan bo'lsa, o azanni Alloh taolo unga qanday savob berdiganligini, qanday ajr berdiganligini ustida to'xtalamiz. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning hadisida Abu Hurayra radhiyallohu ta'alaning hadisi shuna deydiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Law ya'lamun nasu ma fil azan was safil awwali summa la yajidu illa ay yastahimu alayhi lastahamu wa la ya'lamuna ma fit tahjiri lastafaqu ilayhi wa la ya'lamuna ma fil atamati was subhi
la atawhuma walau habwan. Ravahul Buxoriy. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deydi. Agar farzan odamlar azondagi bo'lgan azonda o'qilsa, u azon o'qigan kishiga berilgan azonniki, ya'ni ajrniki, savobniki qanday ekanligini farzan insonlar bilgan bo'lsa, hozir bilolmaydi endi bu savobning bir savob bo'ladi Qur'oni Karimda. Ham payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisi savob bo'ladi deb aytamiz, deymiz. Endi bu savobniki qanchalik bo'ladiganligi, uning miqdori qanchalik, cho'nligi qanchalik, soni qanchalik bor. Ama uniki jismani olup, yani bu yani maddi tarafta bu dünyada mançı ekanligi bilan ölçem bilan unda yok. Biz onu bilish nemimiz yok, kudretimiz yok. Buniki qancha ekanligi o dünyada. Yani ahiret dünyada u yerda namoyon bo'ladi, u yerda ko'ramiz. Endi payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday aytdi. Azandagi bo'lgan mushu sababniki ne kadar ekanligini insonlar bil farz va taqdir bilgan bo'lsa, bilish hozir nemiz yo'q. Va yana shuningdek birinchi sabta Cemaatler o'qigan vaqtida birinchi sabtiki bo'lgan siz savobniki qanchalik ekanligini insonlar shu savobni qancha ekanligini bilgan bo'lsa edi, uni bilishlikniki hozircha nemiz yo'q, qudrati yo'q. Ular qanday qildi desa, anadiki mushlar bilgan bo'lsa, ular shunday bilgandikin, ular shu men muazzin bo'ladigan kishi, men oldingi safda turadigan kishi deb ashni tepishni faqat ash chek tashlash orqali biladi ekan. Undan qan bo'lsa, shuni bilgan bo'lsa, Alloh taolo mushu fazilat, mush savobni erish uchun ular o'z o'ttirsida mushlar chek tashlashdi deydi payg'ambar alayhisolatu vasallam. Yine payg'ambar alayhisolatu vasallam mana peshin namozniki birinchi qatim o'qisa qanday bo'ladiganligi, ya'ni namozni birinchi azon o'qigan hamamlar unuga shu vaqtda o'qisa uniki savobiniki ne kadar ekanligini bilgan bo'lsa edi. Ya'ni shu odamlar bamdod, xuftan va bamdoddan cemaatten okup onunki savabını ne kadar ekanligini onunki ilmi kudreti yani muşu dünyaya asasen bilgen bolsa idi. Ula eğer şu cemaat şu yıllık birinci okuş sep nemisi gelmene aş ömlep bolsama kilitli. Onunki ki bu dünyada şu birinci septe okulgan namazdaki savabı, muezzinlik yani ezan okulgandaki savabı onun kandak ekanligini bu dünyada bilemaydı. Hem şunun da mene muşu namozniki vaqti kirgan vaqt o'zida birinchi qatim o'qilsa, uniki savobning ne kadar ekanligi, bamdod va xuftonda namozni jamoatda o'qisa, uning savobning qanchalik ekanligini buniki biladigan qudrati yo'q. Agar bilgan bo'lsa, ular zot o'mlab bo'lsa-mi, agar u sog'gan bo'lsa, albatta bordi. Agar u odam og'riq, mang'amaydigan bunda bir holat bo'lsa-mi, agar bir odam yo'linish orqali mushunda o'mlab bo'lsa-mi, kichik bo'lmagandek, shu namozga bamdod va xuftonga jamoatlar o'qish uchun keldi deydi payg'ambar alayhisolatu vasallam. Endi bir hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam Muaviy roziyallohu ta'ala anhu'niki rivoyat payg'ambar vasallam shunday dediki, innal muazzina atwalun nasi anaqan yawmal qiyomat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday dedi. Muazzinlar qiyomat kuni mana eng patting uzun kishilar bo'ladi deydi. Nima uchun desa, bular davamlı azn okup boyunu müşta igiz sozgan bolgandan keyin xalq mush mahshar kunidimi uniki gadini boyunu shuna uzun holati çok boludu. Buniki sebebi azan o'qanlik sebepti çok boludu degan. Yine payg'ambar alayhisolatu vasallam minber hadisida Bara ibn Azib radhiyallohu ta'alaning hadisi shuna deydi-ki, jazman Allah'niki ferishtalari bular olsa birinchi sabti tug'an kishiga mana duo qilib turdi deydi. Yani bir adam mescidde, mescidga vaqt o'zida birinchi sabti tug'an kishiga Allah'ning ferishtalari o kishiga rahmat va duo o'qib duo qilib turdi deydi. Yana shuningdek, yani muazzinniki ovozi qaya yetgan bo'lsa, shu yetganga muqaddishat, yetgan yagichilik narsa qanchalik narsa anglagan bo'lsa, shu jonliq jonsiz narsalar men muazzinga meni mag'firat talab qilib turdi deydi. Gunohini Alloh mushu muazzinniki gunohini mag'firat qilgan deb turdi deydi. Öyle şu adamniki o'qigan aziniga mayli jonsiz quruq yo'l hammasi tatib bunun tasdiqligi to'g'ri degan gapni shu bildirdi. Yeni shuningdek muazzinga namoz o'qigan kishi qanchalik namoz o'qigan bo'lsa, shu azonlik sababli masjidga kelib, shu odamniki mana
o'xshash muazzingimi savob bo'ladi deydi. Ya'ni bu azan o'qiganki fazilati mana payg'ambar alayhissalatu vassalamning hadisida mana shunday deyiladi va undan boshqa bir qancha hadislar bor. Endi xo'sh, bu azanniki sabab bo'lishi mana bu mashru bo'lishi, yo'l qo'yishi qanday bo'lgan? Biz buni uchun qisqacha to'xtalamiz. Mana payg'ambar alayhissalatu vassalamning Mekke'den Medine'ye kelgan birinchi yili hijratning mana namoz farz bo'ldi hamda undan burun payg'ambar alayhissalatu vassalam Mekke'den Medine'ye keldi. Medine'ye kelgandagi islomiy bir davlat qurildi. Jamoat shakllandi. Unda o'g'andagi namozni jamoat bilan o'qish, har bir namozdagi muayyan bir vaqt bo'lganligini payg'ambar alayhisalom bekitdi. Bekitgan bo'lgandagi namozni jamoat bilan o'qish, bir imomga ixtiyo qilish orqali o'qish bu asos yo'l qo'yilgan bo'lgan ekan, bu odamlarni qandoq qilib bir masjidga jamoat bo'lib buni yig'ish meselesi de mana şu payg'ambar alayhissalatu vassalam şu hijratniki birinchi yili şu davrida şu ishlar barliq keldi. Barliq kelgandan keyin ba'zilar dedi Yahudilarniki şu yiliqi çaladigan şu no nemisga o'xshaydigan bug' deymiz. Yani mushuna o'xshagan Yahudilar o'ziniki ibodat vaqti kelgan vaqt o'zida şu yiliqi nemedek yiliqi mikrofondek bir narsa bor ekan, buni çaladigan bir adet varken bunu kısak, muşu çeliş arkalık uxtusak dedi. Bazıları dedi, muşu Nasaralı'nınki yalıqı, özünki ibadet kılga vakti özüde, muşuna can saladığan, vurduğan bir iş varken, muşunu tutsak dedi. Yine bazıları dedi, ot yaksak dedi. Yine bazıları dedi, bir neresi dedi. Şunun olan, Ömer radıyallahu ta'ala anhu, bu çağınızda ya Resulullah, bunu bir azan, bir avaz, üllük adam boğan bolsa, bunu bir tovlaydıgan bir adam evetken bolsa, bolmazı tovlasa dedi. Diyen deyken şunu Peygamber aleyhissalatu vesselam Bilal radıyallahu ta'ala buyurup Bilal sen kopken hazır her bir namazın vakti kelgan vakti sen tovlagın as-salatu camiatında bir derste tovla deb onu ta'lim berdi. Ta'lim bergandiki şunu olan şu sahabının içi şu işler şu cemiyette şunda işler buptudu kandak kısa oladı. Bütün şu cemiyetteki sahabının hemminiki fikir, xiyali kandak kılıp muşun namazdaki vaktini bir adam uxturup yani hemmini cemaatke ekiliş. Yani birlikte namaz okuş. Kandaksa uxtuğulu bolan. Çünkü bir qancha adam ticaret kılıdı, dehqonchilik kılıdı, çarvıçılar. Onunki hamda davamlı kalbi namaz okuşka muallaq ajna isq bolsa adam bo'lgan şu cemaatniki fazilati qilib qilish ehtimoli bor. Andan bo'lgandan keyin buni jazma bir adam uqtirish kerak. Andan bo'lgandan keyin buni qandoq qilish kerak degan vaqtning o'zida mushna bir g'alg'ula, mushna fikr, mushna tuğa vaqti o'zida meni Abdullah ibn Zayd ibn Abdurrabbi degan bir ansari sahabe men bir kesi tush ko'rdim. Tush ko'rgan vaqti shundoq deydi bu zot. Tush ko'rib ketib fartim deydi. Ketib qolgan vaqti o'zida meni bu adamniki qo'lida bir naqus var. Yani Yahudining nemisi deb shundoq buk, yani no shundoq bir narsa bor. Meni mushu narsani bir adam ketib beribdi tushimda. Kelgandiki mushni menga bergan bo'lsa, men mushu kishilarga yani tovlash orqali namozdagi vaqtiniki jamoat bilan o'qiydigan vaqtning bo'lib qolganini uqtirgan bo'lsam degandan o adam shuni tushidi o odamga shuna deydiki, unda bo'lsa buningdimi yaxshi bir narsaga men seni uqtirib qo'ymaymanmi deydi. Degandan keyin voy u qanasa degandan keyin shuning hozirgi mana shu biz o'qilayotgan azonniki 15 17 hem 19 kelime var. Hazır yani 15 kelimeden ibaret olan Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayya alel salah, Hayya alel salah, Hayya alel felah, Hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah diyen benim müşrisen toğlamamsan, müşri okumamsan dep o adam şunun olan o sahabeki yani Abdullah ibn Zeyd radıyallahu ta'ala anhu'a düşüdü deydi. Degende ki bu adam şuna düşü oğansa düşe. Şu oğanıpla yügürüp berip Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki kaşığı bardı ya Resulullah müşuna bir düş görüp demen düşümden müşunda bir kişi meni kaşım kılıp müşunda bir narsani öğretti degende ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onda olsa sen bunu Bilal'a talqin kıl. Bilal'a için öğütfen. Bilal muş şekilde azan okusun. Dep bu buyruğunu çok kıldı. Kılgandan keyin şunu Peygamber
Aleyhisselam'nınki bu buyruk asasen Bilal radıyallahu ta'ala anhu şu Abdullah ibn Zeyd radıyallahu ta'ala anhu'nunki düşüdü köygen. Aşı yani melek değildi, melek nazil. Yani asman tarafta düşken şu bir neme perişte şu zatka hamde aş şekilde uqtuğan. Şuna bunu uqturuşu talim verdi Bilal radıyallahu ta'ala anhu mena şuna azan okuydu. Azan oqandıkken Ömer radıyallahu ta'ala ve onun da baş bir qanı sahabeler şu azanı anlap hemmisi şu gapni anlap vay men düşümdü köygen deb bir qanı sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselam'a qarşı keldi. Kelgandiki şuna bu azan okulish bu şekil bu şekilde muqimlashidi. Endi bu azan okulishdagi kelimesi mene bizga ma'lum 15 kelime. 15 kelimeden ibaret olan bu azan mene bamdat namazı, peşin, asir, namaz şam, xuftan namazı da okuldu. Namazı okulgan bolgandan keyin bunun da bir narsa ziyada qilish va unuga kam qilishga bo'lmaydi. Endi faqat bamdat namazı vaqti o'zida bamdat namazı da biz azan okup qalsak, mene hayya alal falah, hayya alal falahdan keyin qad nima as-salatu hayrun minan nawm. Es-salatu hayrun minan nawm degan bu iki kelimeni qo'shib qo'yamiz. Shuning azanniki umumiy soni mana 17 dan iborat bu bo'ladi endi. Yeni bir rivayetda endi yeni bir shakl endi bu azanniki shakli, yani bu bir xil shakl, ya'ni Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki sahabelerinde rivayet kılan hadis asasen azanlık şekli bir rivayette menem şundak 15, yeni bir rivayette 17, yeni bir rivayette 19. Yani 19 buluşu bu kanda hadise mene şu Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah de tercih deydiğin bir şekil var. Bu tercih kavun eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah'ın az. Yani onu pes deydi müezzin. Pes de bir kata dep bolgandan keyin yeni bir kata avazı taz üllük. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah deydi. Yeni bir şekilde anladığı keyin bu adam qanday qiladi dese bu adam yeni bir kata yine eşhedü enne Muhammed Resulullah, eşhedü enne Muhammed Resulullah dep az. Yani pes deydi. Pes degandan keyin ikkinchi kata yine avazı kötürüp eşhedü enne Muhammed Resulullah, eşhedü enne Muhammed Resulullah taz jaranglik avaz bilen bunda okuydu. Şununla qo'shgan vaqt o'zida meni azonniki bu rivoyatga asosan bu 17, nima 19 bo'ladi. Endi bir rivoyatda 17. 17 bo'lishi endi bu yerda as-salatu hayrun minan nawm degan buni qo'shgan vaqt o'zida meni 17 bo'ladi. Bizning rayonlarimiz va boshqa rayonlarga asosan Abdullah ibn Zeyd radhiyallohu ta'ala anhu'ningki qilgan rivoyatga asosan meni biz azanlarımız, yani okuduğun azan, muazzirlerimizin okutkan azanı ve köp yerde okuduğun azan, şu 15'ten ibaret olan, bamdatninki ile koşka vakitte 17 kelimeden ibaret olan azan buludu. Bizninki de onda o tercih deydiğin, bunda bir şekil, bunun da yok. Şimdi bu azan ne? Namaz okuturuş oldu hem de. Namaz okuturuş olgandayken bamdat namazı vakti naviyati biz degandek as-salatu hayrun minan nawm, as-salatu hayrun minan nawni bunu qo'shib qo'ydi. Bunu qo'shib qo'yishi chunki odamlarningki ko'pincha hammasi degidek uxlaydigan bir vaqt, g'aflat bir vaqt. Unda bo'lgandiki bunuga asosan shu vaqtning o'zida hayya alal falah, hayya alal falah den keyin nemani o'qib qo'yish mana bu sunnat. Yani as-salatu hayrun minan nawm, as-salatu hayrun minan nawm. Yani namaz o'qish uxlashdan yaxshi. Anda o'g'andan keyin siz uyquda unda yetavermay, hozir namozniki vaqti kirgan bo'ldi, namozga kelinglar degan gapni-chu, buni-chu bildirdi. Anda o'g'andan keyin bu bir shakl bo'lgan bo'ladi. Shuning bilan bu azonniki qanday vaqtda o'qiymiz, qancha xil shakl buni-chu bir xor buni deyilgan bo'ldi. Hozir hamda azondan hamda takbir keldi. Mene takbirdi mi? Mene Peygamber aleyhissalatu vesselam'da qilgan hadis rivoyatga asosan bu 3 xil bo'ladi hamda. Birinchi xili Abdullah ibn Zeyd radhiyallohu ta'ala anhu'niki qilgan rivoyatga asosan, ya'ni takbirni shundoq qilishga Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdi degan bo'lgandan keyin, ya'ni ash takbirni azonni qandoq o'qigan bo'lsak, mene mushu 15 şekilde mene okuyumuz. Bu mene 17
kelime bo'lgan bo'ladi. O 7 kelime bo'lishi buni damdi qad qomat salani, ya'ni hayya alal falah degan qad qomat salah ne buni chu qo'shib qo'yamiz. Ya'ni takbir o'qish vaqti o'zida Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya alal falah, qad qamatis salah, Allohu akbar, la ilaha illalloh degan men bu shaklda o'qiymizki, bu takbirni azan o'xshash ashu ya'ni boshda o'qilgan nemedim başka tekbir Allahu Ekber'den onu 4 okuymiz. Qolganni hammani 2'den okuymiz. Ahiri kelgan vaqtimizda la ilaha illalloh 1 okuymiz. Shuning bilan mush shaklda okuymiz. Bu bir nima shakli. Yana bir shakl hamdi. Men Allahu Ekber'ni meni 4 qata okuydigan, qolgan mushu qad qamasalardan boshqa qolgan kelimalarni hammani birdan okuydigan. Yani qandaq Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah, hayya alel salah, hayya alel falah, qad qamasa, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Deb, bu şekilde okuş, bu bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetdeki bir şekli. Ana oğandiken bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet asasen muşu azan okuş tekbir okuşniki şekli muşundak bir qancha xil boludu. Bu biz aviyat degandek u bir xil. İkincisi hamda takbir avval birinchi va oxirgi takbirni 2'den o'qish. Qolganni 2'den uni o'qish. Qad qomat salani uni 2'den o'qiymiz. Ya'ni Allohu akbar, eşhedü en la ilahe illalloh, eşhedü enne Muhammed Resulullah, hayya alel salah, hayya alel falah, qad qomat salah, Allahu akbar, la ilahe illallah. Yani bu bir şekil bo'lgan boludu. Şunu bilan bu azandaki bu şekilga asasen 11 kelime bo'lgan boludu. Üçüncü xil bir rivayet, yani üçüncü xil rivayet bu hammasi meni yuqorqiga o'xshash boludu. Qad qomat salat. Meni qad qomat salada hamda buni 2 o'qilmay, buni bir o'qiydigan. Deyildi. Yani yuqorqi ikkinchisidan de Allahu Ekber'ni 2, ahirki Allahu Ekber'ni 2, qad qomat salatni 2'den deydigan bo'lgan to'q. Yani bunun da hamda hammasi yuqorga o'xshaydi. Bunun da Allahu Ekber'ni 2 deb, ahirkini 2 deb, qad qomat salatni 2 demay 1 deb bunda deydigan bir rivayet. Bunu asasen mana bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mana takbirniki şekli bu. Ana o'g'an ekan kimiki mening mushu shaklda bu shakl bo'yicha takbir etib, mana namoz o'qigan bo'lsa, sunnat bo'yicha namoz o'qigan bo'ladi. Buning asosan bizniki rayonlarimiz mana takbirni azan o'xshash, mushu oyatda yani takbirga azan o'xshash 2'den o'qiydigan, takbir avval va oxirni 2'den o'qiydigan bunda bir odat, bu sünnet umumlashgan bo'lgandan keyin bizning rayonimizda bunichi o'qishimiz bu afzal. Ama başka yerlerde, mesela haram başka yerlerde biz yani ikinci bir şekildeki yani takbirini ahirki ve başka takbirini 2'den okup, qad qomat salatni 2'den okup, qolgan 1'den okuydu. Bu bir şekil. Biz undaqsan bo'ladi, biz uyaga olgancha shuni qilishimiz kerak. Ama bizim rayonlarimizdan bu hadis hamdi. Hadisga asosan tayangan bo'lgandan keyin biz shu hadis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam qan rivoyatida mushlar bekitilgan bo'lgandan keyin bizning shu o'qilishimizmi yana shu sunnatga muvofiqcha bo'lgan bo'ladi. Bunun hech qanday bir nima yo'q. Ana bo'lgandan keyin biz takbirni mush shaklda o'qiymiz. Xo'sh, ana bo'lgandan keyin azan o'qidi. Azan o'qigan vaqtimizda biz qanday turishimiz kerak? Bu bir qancha sunnat nimasi. Muazzin azan o'qigan vaqtda qolganlarimiz mushna azanni anglagan vaqtimizda iloji kim bosh turishimiz. Muazzin nima degan bo'lsa, masalan Allohu akbar dedi, biz to'xtamana yine Allohu akbar deyishimiz ichimizda. Undan keyin Allohu akbar desa, yine Allohu akbar deyishimiz kerak. Hemen o'xshash deyishimiz kerak. Ammo shuning ichidan hayya ala salat degan vaqtda ve shuningdek hayya alal falah degan vaqtimizda bu chog'da biz uni hayya ala salat demay, u chog'da la havla va la quvvata illa billah
la havla ve la kuvvete illa billah, hayya alel felah diye vaktine la havla ve la kuvvete illa billah, Allah la havla ve la anime hayya alel felah diye vaktinde yine la havla ve la kuvvete illa billah diyen bu zikrini çok kılışımız bu biz için bu bir sünnet olan buludu. Ana oğandikin bunu asasen şu şekilde değişimiz çok gerek. Yani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah neyse neyme degen bolsa şu boyunca değişimiz gerek. Bundan da muşundak muezzin neyme dese, anlığa adam şunu degen bolsa, muezzin kançlık azam bolsa savap verirse, diye adam gibi şundak diye adamın şundak savap verildi diyen, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki neymesi var, yedisi var, biz şu yedisi kalsasen muştaço deyimiz hem de. Anı dekin, azan okup olgan dekin, muazzin azan okup olgan dekin bir sünnet, bir iş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e durut yollas. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü eşhedü enne Muhammed Resulullah diye vakti yüzü de Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın ki ismi zikir kılındı. Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın ki müşna ismi zikir kılga vakti yüzü de beni durut yollaş biz üçün bir sünnet olgan buludu. Anda olgan dekin beni azan okup ol şamanamla biz onun kulak saldık, azan okup olgan dekin hiç bulmadı degende sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli Allah, Allahümme salli Allah Seyyidina Muhammed ve ali Muhammed de bunda bir dua yani müşna durtçu yollaşımız bu bir sünnet olgan buludu. Yeni bir dikkat kılga iş muezzin azan okup olgan dekin dua kılımız. Bu dua yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki yedisi çoğun, sabit çoğun boğan. Hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yedisi de azan bilen tekbirinin ağrısı da kılınılan dua icabet diyen yedisi var. Şunun için bizninki Allah Teala'ya ihtiyacımız olsa, dua kılış ihtiyacımız olsa devamlılık ihtiyacımız var, onun önemi yok. Yani biz duaysımız, bizim duayımız Allah'a icabet boliti dep bunda bir ümiti bolsak, biz cezmen azan okup olgan dekin dua kılışımız ihtiyacımızda Allah'ın çok talepçi kılışımız gerek. Ve yine şunun da yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki bizge belge talimi asasen azan okugan dekin okulan bir dua var. Bunun için okuşumuz çok bir sünnet. Mine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şuna dedemdi. Enes radıyallahu teala anhu'dan kılınan rivayette la yuraddu dua'u beynel azani vel ikameti. Azan bilen tekbirinin oturusida kılınan dua kaytırılmaydı deydi. Cezmen icabetçi boludu deydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine şunlar dedi sahabeler. Peygamber'den sonra biz ya Resulullah azan okup olgandaki biz ne mi deymiz? Diye vakitte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabelerge size Allah'ın dünya ve ahirette günahının affı kılışı ve hatırcam buluşunu size soranlar diyen benim muşu yedisi asasen biz şu azan okup olgandaki muşunda duanı hem çok kılışımız çok gerek. Yine bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki yine bir hadiste de şuna dedi ki Cabir radıyallahu ta'ala anhu'da kalan rivayette bir adam azan okup olgan deyken azan okuğa vakitte Allahümme Rabbe hazihi davati tammeti ve salatil qaime ati Muhammedenil vesilete vel fadile ve ba'ashu makamen mahmuda lillezi vaadde deb menen muşu duanı oksa menen o kişiye menin şefaatim kıyamet günü o adam için yetido diyen. Yani biz muşundak azan okuğa vakti üzere menin muşu duanı ki yani azan duasını okuşumuz gerek. Biz muşu duanı okusak menen o dünya bağa vakti üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki muş şefaati çok biz nail çok bolumuz. Hâzel Kur'an yuvahhiduna li tariqil hayri yuvajjihuna Allahu Teala enzelahu ve Resulullahi muallimuna ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم
وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي